Xalq deputatlari Namangan viloyati kengashining navbatdagi 21-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda doimiy komissiyalar tomonidan sessiya kun tartibiga kiritilgan masalalar muhokama qilindi. Sessiyada 19 ta masala ko'rib chiqildi va mas'ul rahbarlarning ayni yo'nalishlarda amalga oshirilgan ishlar yuzasidan axborotlari tinglandi. Dastlab viloyatda huquq-tartibotni kuchaytirish hamda jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha 2026-yilning birinchi choragida amalga oshirilgan ishlar va kelgusidagi vazifalar to'g'risida viloyat prokurorining o'rinbosari axboroti eshitildi. Kun tartibidagi ikkinchi masala viloyatda jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish va profilaktikasi bo'yicha viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari tomonidan axborot berildi. Yuqoridagi har ikki masala atroflicha muhokama qilinishi bilan birga deputatlar mavzuga doir fikr-mulohazalarini bildirdilar. Shunaqa vaziyat bo'lyaptiki, har sessiyada qaror qabul qilinyapti, lekin o'sha qarori bajarilishini nazorati to'g'ri bitta doimiy komissiyaga berilyapti. Lekin o'sha doimiy komissiyani ichidagi a'zo deputatlar mana shu qarorlarni alohida har 2 oyda, 3 oyda ko'rib chiqilishi masalasi ham qo'yilyapti. Sessiya davomida deputatlar tomonidan har bir masala atroflicha muhokama qilinib, yo'nalishlar bo'yicha ustuvor vazifalar belgilab olindi hamda tegishli qarorlar qabul qilindi.